safar sizlarga Nexus 3 avtomobillarga kuchaytirilgan amal zat deymiz. O'zi kuchaytirilgan amal zati qanaqa bo'ladi va uni nima uchun yumshoq qilib beradi. Mana o'zi Nexus 3 avtomobilni amal zatini, stakani, kimdir gilza deydi va klapini mana o'qi. Ana endi bu kuchaytirilgan amal zati mana bunaqa bo'ladi. Farqini ko'rlaring mana. Farqini ko'rsat mana. Farqini ko'rlaring. Endi ichini ko'rsataman. Mana. Ichi mana bunaqa bo'ladi. Bu Gentra, Nexia mix qilingan bo'ladi, ikkala yig'ilgan bo'ladi. Ana endi mana bu bo'lsa, mana Nexus 3 o'zini radnoy bo'ladi. Nima uchun Nexus 3 avtomobillarda amal zati o'qi tez qiyishga ketishining sababidan bittasi amal zati qattiqligini hisobiga o'qi tez qiyishga ketib qolar ekan. Bu uslini amal zati bo'lsa, avtomobil yumshoqroq yuradi va bu Porschelar katana hisobiga yamalar cho'tki yutib beradi. Agar sizlarda ham avtomobillarni jo'stlik qilib turgan bo'lsa, olib kelsa ham xuddi shunaqa o'sini varianti avtomobillarni yumshoq qilib beramiz. Xohlasangiz mes varianti, xohlasangiz mana shunaqa qilib yumshoq qilib beraman. Jonon sog' bo'lsin, sizlarning tabassum tark etasiz.